oilaviy vizalarimiz chiqdi. YouTube'lardan ko'rib yurardim sizlarni. Shu yerga keldim keyin. Endi sizga ikkita savolim bor. Ya'ni bu albatta mijozlarni qiynaydigan savol hisoblanadi, og'riqli nuqta hisoblanadi. Firma tomonidan xatoliklar bo'lmagan, hammasi yaxshi bo'lgan, yaxshi chiroyli to'ldirilgan. Amerikaga bir 10 ga yaqin yo'nalishlarimiz bor. Kelib konsultatsiyadan o'tib va o'zingiz viza olishingiz mumkin bo'lgan yo'nalishni va imkoniyatlaringizni bilib olsangiz bo'ladi. Medko'rikda doktorlarga qo'yilib qoldim. Asosiy maslahatlaringiz qanaqa? Misol uchun elchixonaga qanaqa kiyim borish kerak? Assalomu alaykum Grand Viza markazining obunachilari. Bugun yana bizda xushxabar, Amerikaga oilaviy vizalarimiz chiqdi. Oila a'zolari bilan birga topshirildi mijozimizga. Mana muvaffaqiyatli vizalarni oldilar. Bu bilan ularni tabriklaymiz, ya'ni vizalari bilan. Albatta viza olishgacha bo'lgan jarayonda qilinadigan harakatlar bor va xarajatlar bor va bu etapdan o'tganingizdan keyin elchixona suhbati va elchixona suhbatdan muvaffaqiyatli o'tsangiz, albatta sizga konsullik bo'limi AQSh vizasini urib beradi. Okajon, qarang, bizga keldingiz, topshirdingiz. Proses qanaqa bo'ldi? Keyin elchixonada qanaqa suhbat bo'lib o'tdi? Shu haqida baribir obunachilarimizga qiziq. Bu haqida qisqacha to'xtalib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Men Farg'ona viloyati Beshariq tumanidan Rahim Panvarjon. Shu 2023-yil noyabr oyida Green Card o'ynagandik. 2024-yil may oyida yutuq chiqdi. Shundan keyin YouTube'lardan ko'rib yurardim sizlarni. Shu Grand Viza markazi nimalarni ko'rib yurardim YouTube tarmog'ida. Keyin shu yerga keldim keyin. Birgalikda to'ldirdik anketani. Shundan keyin yaxshi kutdik. Keyin elchixona suhbatlari endi yaxshi bo'ldi, lekin ma'muriy tekshiruv deyishdi. Shu kollej diplom bo'yicha qo'shimcha hujjatlar so'rashdi. Qo'shimcha hujjatlarni topshirdik. Vizamiz tasdiqlandi. Okajon, qarang, ba'zi bir holatlarda fikringizni o'zgartiradigan ma'lumotlar bo'ldimi, ya'ni bizning haqqimizda? Yo'q, endi bizda xatolik, unaqa firma tomonidan xatoliklar bo'lmagan, hammasi yaxshi bo'lgan, yaxshi chiroyli to'ldirilgan, unaqa narsalar bo'lmadi lekin bizga. Endi sizga ikkita savolim bor, ya'ni bu albatta mijozlarni qiynaydigan savol hisoblanadi, og'riqli nuqta hisoblanadi. Elchixonaga yoki umuman green card yutdingizmi yoki viza topshirdingizmi, elchixonaga kirayotganda qaysi xatoni qilmaslik kerak nimalarni tavsiya berasiz, ya'ni insonga plyus bo'ladigan, ya'ni umumiy nuqtai nazarda olib qaraganda hujjatlarini to'g'ri tayyorlash kerak. Birinchi o'rinda shu, ikkinchi o'rinda shu Grand Vizaga kelib mana hujjatlarni yaxshi tayyorlasa, menimcha hammasi yaxshi bo'ladi. Ziyoda reklamaga ketib qoldi. Asosiy maslahatlaringiz qanaqa? Misol uchun elchixonaga qanaqa kiyim borish kerak yoki mana medko'rikdan ham o'tdingiz. Medko'rikda ham baribir misol uchun har xil psixologik savol beradi. Medko'rikda doktorlarga qo'yilib qoldim. Отношение zo'r bo'ldi. Yaxshi muomala qilishdi, bolalarga zo'r qaradi. Chiroyli o'tdi medko'rik. Suhbatda yaxshi kiyinish kerak, chiroyli kiyinish kerak. Endi jaliga short futbolkada kirmash kerakmi endi? Bari endi hurmat ham bor. Ha, hurmat yuzasidan endi chiroyli kiyinish kerak. Intervyuga vaqt ajratganingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Kompaniya xizmatlaridan foydalanganingiz uchun rahmat aytaman o'z nomidan va o'sha Grand Viza jamoasi nomidan. Sizlarga ham shunaqa vizalar chiqishini tilab qolgan bo'lardik. Uning uchun ofisimiz dushanbadan shanbagacha ochiq, bemalol konsultatsiyaga yozilsanglar bo'ladi. Bizda Amerikaga bir 10 ga yaqin yo'nalishlarimiz bor. Kelib konsultatsiyadan o'tib va o'zingiz viza olishingiz mumkin bo'lgan yo'nalishni va imkoniyatlaringizni bilib olsangiz bo'ladi. Keyingi efirlarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Xudo xohlasa, yangiliklar bilan tanishtirib boramiz. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar.